Terma jamoa bilan jahon chempionati yo'llanmasini hal qildinglar va mana endi biroz tanaffus yuziga kelgan. Bo'sh vaqtingizni qanaqa o'tkazyapsiz? Assalomu alaykum. Hozirgi damni aktivniy oddix qilib o'tkazamiz. Ko'chada trenajyor, tennis o'ynash. Terma jamoamiz a'zolariga BYD chempion mashinasi berildi. Kimdir ota-onasiga, kimdir ukasiga, kimdir jiyaniga sovg'a qildi. Siz mashinani nima qildingiz? Men akamga sovg'a qildim. Chunki futbolga kirib kelishimda ham akamni juda katta hissalari bor. Bilamiz, Al-Vaqti klubida so'nggi paytlarda siz asosan zaxiradan qo'shilyotdingiz. Hojimat Erkinovni kelasi mavsumda ham Al-Vaqti safida ko'ramizmi? Hozircha bilmadim. Dubay Emiratni ham 2-3 ta komandasi bilan переговор ketyapti. Al-Vaqti bilan ham vaqt ko'rsatadi. Hojimat Erkinovni 5 yildan keyin qaysi jamoada ko'ramiz? Inshaalloh sog' salomat bo'lsak, o'sha payt balki Yevropada, balki Aziyada o'sha payt ko'ramiz. Nasib bo'ladi. Bitta qiziqarli savol. Cristiano Ronaldo bilan 1 soat suhbatlashish yoki Lionel Messi bilan bitta o'yinda bir jamoada harakat qilish. Qaysi variantni tanlagan bo'lardingiz? Cristiano Ronaldo bilan 1 soat suhbatlashish. Rahmat kattakon Hojimat. Keyingi faoliyatlaringizda omad tilaymiz. Yengillik kutib qolamiz tez orada. Rahmat.